1000 yillardan beri yonib turib kelayotgan muqaddas olov o'chib qoldi. Yulduzlar yomg'ir bo'lib yog'moqda. Kisroning qasri qulab tushyapti. Buning ma'nosi nima? Alloh barcha olamlarga rahmat qilib yuborgan zot yer yuzida tug'ilish arafasida edilar. O'sha muborak kunda, o'sha muborak ayol insoniyatning eng sharaflisi, barcha maxluqotlarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni dunyoga keltirish arafasida edi. Tanlangan bolaning tanlangan onasi. U oliyjanob, saxiy va pok ayol edi. Turmushiga hali ko'p bo'lmay eridan ayrilgan, farzandi esa tug'ilmay turib yetim qolgan. Bu mukammal insoniy xulq-atvorga ega, eng sevimli elchi, bu dunyoyu u dunyodagi hamrohimiz payg'ambarimizning onalari haqidagi hikoya. Onamiz Ominaning hikoyasi. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. O'sha yillari Arabiston yarim oroli johiliyat zulmati ichida qolgan edi. Shaharda ilmsizlik hukmronlik qilar, u yerda rahm-shafqat o'rnini yovuzlik egallagan edi. Odamlar toshlardan, daraxtlardan va o'z qo'llari bilan yasagan butlaridan yordam so'rardi. Ey Lot, ko'zlarim ko'r bo'ldi. Iltimos, sog'ligimni qaytarib ber. Ey Uzzo, bolam qattiq eshitma bilan kasal yotibdi. Uni jonini saqlab qol. Ammo butlar na ko'rar, na eshita olardi. Odamlar orasida iymon yo'qolgani sayin yuraklari ham qorayib bordi. Ana shu tubanliklarning eng dahshatlisi biror oilada qiz farzand tug'ilganida sodir bo'lardi. Onaning to'lg'oq azobi boshlanar ekan, otasi tashqarida kutar, yuzini qo'li bilan yopib olib, quyidagi narsalarni tinmay o'ylardi. Qiz bola bo'lsa-chi? Qiz farzand bizga tashvish tug'diradi. Ularni hech kim ko'rmaydigan joyga ko'mib kelishardi. Lekin hamma ham emas. Ba'zi uylarda bunday odat yo'q edi. Ba'zi oilalar qizlarini himoya qilar, ularni ortiqcha tashvish emas, balki Allohning ne'mati deb bilishardi. Ulardan biri Vahb va Barro oilasi edi. Ular iymonga berilgan juftlik edilar. Har neki qilsalar, Robbilariga yuzlanib uning rahmatidan umid qilardilar. Va bu oilada qimmatbaho marvarat, ya'ni ularning qizi Omina bor edi. U otasi Vahb uchun sharaf ramzi edi. Onasining duolariga Allohning go'zal javobi bo'lgan Omina oddiy hayot kechirayotganday edi. Ammo aslida esa u buyuk ishni amalga oshirishga tayyorlanayotgan edi. Shaharning boshqa burchagida esa yangi bir oila boshlanish arafasida edi. Oilaning boshlig'i Abdul Muttalib. Makkada u qudratli va hurmatli inson edi. U oilasi va iymonini hatto johiliyat davrida ham saqlab qola olgan edi. O'sha paytlari Abdul Muttalib o'g'li uchun xush xuluqli kelin qidirib yurgan edi. Shunda xayoliga Makkadagi eng sharafli Vahb va Barro oilasi kelib qoldi. Vaqtni zoya qilmay, Abdul Muttalib Vahb ibn Abdul Manof eshigini taqillatdi. Tashrifdan maqsadi aniq edi. Men o'g'lim Abdulloh uchun qizingiz Ominaning qo'lini so'ragani keldim. Ey amakimning o'g'li, shunday bo'lishini kelishingizdan avval bilgan edik. Ominaning onasi bir tush ko'ribdi. Kecha tunda men ham tushimda otamiz Ibrohimni ko'rdim. U menga, men Abdulloh bilan Ominaning nikohini qabul qilaman, sen ham qabul qil dedilar. Shunday ekan, men bu nikohning Alloh irodasi bilan ekanligiga aminman. Allohu akbar. Allohu akbar. Kattalar qo'llovi bilan ikki tomon nikohga rozi bo'ldi. Abdulloh va Omina bir oila bo'lib yashay boshlashdi. Nikohning birinchi kunidanoq uylarga sakinat va muhabbat to'ldi. Ko'p o'tmay xushxabar eshitildi. Omina va Abdulloh farzandlarining tug'ilishini sabrsizlik bilan kutishardi.
Ular oddiy farzand kutyapmiz deb o'ylashardi, ammo Omina ko'tarib yurgan homila Ibrohim alayhissalomning asrlar avval qilgan duolariga javob edi. Ibrohim alayhissalom va o'g'li Ismoil alayhissalom Ka'bani qurganlarida Allohga duo qilishgan edi. Robbimiz o'zlarining ichidan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan payg'ambar yubor. Albatta, sening o'zing aziz va hikmatli zotsan. Endi ana shu duoning javobi keldi. Omina bularning birortasini ham bilmas edi, ammo u insoniyatning eng sharaflisi, payg'ambar Muhammad alayhissalomning onasi bo'lish arafasida edi. Ko'p o'tmay Abdulloh karvon bilan safarga ketish kerak bo'lib qoldi. Juda uzoq ayriliq. Savdoga aloqador oilalar bunday uzoq ayriliqlarga o'rganib qolgan edi, ammo bu safar ilk bor Ominaning qalbiga qayg'u kirdi. Safar kuni kelgach, Omina erini duolar qilib jo'natdi. Balki ich-ichidan ey Allohim, uni o'zing himoya qil, to'g'ri yo'ldan adashtirma deb duo qilgandir. Haftalar o'tar ekan, Omina har kuni yo'lni poylab karvon kelishini kutar edi. Jufti bilan ko'rishgunicha kun sanardi. Qancha kun o'tsa ham darak yo'q edi. Nihoyat Ominaga savdo karvoni Makkaga qaytib kelayotganining xabari keldi. O'sha kuni shahar jonlandi. Ko'chalar baxtiyor insonlarga to'ldi. Karvon bilan kelganlar o'z oilalari bilan ko'rishib turar ekan, Omina uyida Abdullohni sabrsizlik bilan kutib o'tirardi. Ayni vaqtda Abdul Muttalib o'g'lini qidirib yurardi. Abdullohni ko'rmadingmi? Bilmayman, balki orqada qolib ketgandir. Bu xabar Ominaga yetib bordi. Abdulloh hali kelmagan edi. Omina turgan joyida qotib qoldi. Nima deyishni ham, nima qilishni ham bilmasdi. Noumid bo'lib asta uyiga qaytib ketdi. Birortasi xushxabar olib kelar deb ko'zlarini eshikdan uzmadi. Ongini o'rab olgan savolning javobi juda erta keldi. Ortiga qaytishda Abdulloh karvonga qo'shilmagan ekan. U Madinada qolibdi. Abdulloh qayerda? Nega sizlar bilan kelmadi? Nimadir bo'ldimi? Betob bo'lib qolgani uchun uni o'sha yerdagi Banu Adi ibn Najjor qabilasidan bo'lgan qarindoshining oldida qoldirib keldik. Buni eshitgach, Abdul Muttalib biroz jim bo'lib qoldi. Yuragini xavotir egalladi. Vaqtni zoya qilmay katta o'g'li Xorisni chaqirdi. Tezroq bor. Ukangni qidirib top. Uning holidan xabar ol. Omina Abdullohning betobligini eshitgach, yuragida qattiq og'riqni his qildi. Nima qilishni bilmasdi. Endi holi nima kechadi? Uning yonida bo'lishni istardi, ammo kutishdan boshqa chorasi yo'q edi. Kunlar juda og'ir va qiyinchilik bilan o'tdi. Nihoyat Madinadan xabar yetib keldi. Xoris, ukangni topdingmi? Abdulloh qani? Abdulloh Banu Najjordagi tog'alari bilan turganida betob bo'libdi. Unga g'amxo'rlik qilishibdi, lekin saqlab qolishning imkoni bo'lmabdi. Olamdan o'tibdi. Abdul Muttalib yuzini qo'llari bilan yopdi, boshini egdi. Barmoqlari orasidan ko'z yoshlari oqa boshladi. Undan faqat shu ovoz eshitilardi. O'g'lim. Bu gap tez tarqadi. Ominaning uyiga bir ayol kelib eshikni taqillatdi. Omina esa xuddi yomonlikni sezgandek eshikni xavotir bilan ochdi. Omina, Abdulloh endi yo'q. Onamiz bunga qanday chidadilar ekan? Uning yo'qligi Ominani sindirdi. Indamay joyida qotib qoldi. Qayg'udan o'zini qo'yarga joy topa olmasdi. Suyukli yori Abdullohning diydoriga to'ymagan edi. Qaniydi oldindan bilganida, qaniydi o'shanda bu oxirgi ko'rishish ekanini bilganida, undan ko'zlarini uzgan bo'larmidi? Qattiqroq bag'riga bosmasmidi? Qo'llarini yana biroz tutib turmasmidi? O'sha kuni uni so'nggi bor ko'rib turganini bilmagan edi-da. Biroz muddatga emas, balki butunlayga ketdi. Endi o'g'li nima bo'ladi? Uni butun olam kutardi-ku. Ular tug'ilishidan avval yetim bo'ldilar. O'zlari esa olamlarga rahmat edilar. Ammo otajon degan bir og'iz so'zni aytishga muhtoj bo'ldilar. Ha, u kishining suyanchiqlari ko'p edi.
lekin qancha ko'p mehrli insonlar bo'lmasin, birortasini ham ota deya olmasdilar. Do'stlari otasini chaqirganida u zot jim turardilar xolos. Boshqa bolalar otalarining qo'lidan tutganini ko'rganlarida balki u zot jajji qo'llarini yashirib olgandirlar. O'g'lining qalbi qanchalar o'ksishini o'ylab, Omina yanada battar ezilardi. Taqdirga rozi bo'lish oson bo'lmadi. Abdulloh endi na Makkaga, na Ominaning oldiga, na tug'ilajak farzandi oldiga qayta olardi. Omina esa hamma narsa Allohniki deb ishonardi. Agar u xohlasa, mana shunday ayriliq ham rahmatga aylanishini bilardi. Bir kuni kechasi xayollarga berilib, Omina chuqur uyquga ketdi. Hayotini butunlay o'zgartirgan bir tush ko'rdi. Tushida unga bir ovoz gapirdi. Ey Omina, unutma. Sen ko'tarib yurgan bola olamlarga rahmat qilib yuborilgan. Tug'ilgach uni Muhammad deb nomla va buni sir tut. Omina shoshib uyg'onib ketdi. Birinchi bor yurak urishi xursandchilikdan tezlashdi. Nima ko'rganini to'liq anglay olmadi. Ammo qalbini sakinat egallab oldi. Nahotki shuncha azobdan keyin bu Allohdan berilgan mukofot bo'lsa, tush ko'rgach Omina tushundi. U olib yurgan yetim bolakay oddiy bola emasdi. Endi esa uzoq kutilgan tug'ilish onlari yaqinlashdi. Rabiul Avval oyining 12-kuni dushanba kechasi edi. Makka jimjit edi, xuddi u zotning kelishini kutayotgandek. Bu oddiy bola tug'ilishi emas, balki zulmat ichida ko'tarilayotgan quyosh edi. Ana shu kuni Rasululloh dunyoga nur olib kelish uchun kelayotgan edilar. Makkadagi ana shu kichik kulbada butun dunyoni o'zgartiradigan voqea sodir bo'layotgan edi. Ichkarida Omina va bir nechta ayollar bor edi. Bu orada Abdul Muttalib Robbisiga o'g'lidan qolgan yolg'iz yodgorlikni qo'liga olishini so'rab duo qilardi. U Ka'baga bordi. Tavof qilar ekan, qalbida faqat bir narsani so'rardi: nabirasini eson-omon qo'liga olishni. So'ng muborak tug'ruq boshlandi. Ominaning xonasining bir burchagiga sutdan ham oppoqroq bir qush kelib qo'ndi. Asta Ominaga yaqinlashdi. Ipakdek yumshoq qanoti bilan uning orqasini siladi. Ana shunda Ominaning qo'rquv va xavotirlari yo'q bo'ldi. Qalbini umrida his qilmagan ilohiy sakinat qamrab oldi. Yolg'iz emasligini tushunib yetdi va bu tug'ruq oddiy bo'lmasligini angladi. Ominaga mazali bir ichimlik taklif qilindi. Uni ichishi bilan ahvoli yengillashdi. Allohning yordami bilan olamlarga rahmat bo'lgan Muhammad alayhissalom dunyoga keldilar. Omina farzandiga qaradi. Uning jajji tanasi ibodat bilan egilib turardi. Ko'rsatkich barmoqlarini osmonga qaratib, Alloh yagona deyotgandek edi. Keyin bir ovoz eshitildi. Uni sharq va g'arbga olib boring. Ulkan okeanlarga taqdim eting. Barcha mavjudotlar Muhammadni uning ismi, sifatlari va qiyofasi bilan tanisinlar. O'sha tunda uy nurga to'ldi. Osmondagi yulduzlar u zotning yuzlarini ko'rish uchun yerga qulaydigandek edi. U zotning orqalarida esa yuraklariga yaqin joyda so'nggi payg'ambar ekanliklarini bildiruvchi payg'ambarlik belgisi bor edi. Ha, u Allohning habibi edi. Kechalarni kunduzga aylantiradigan nur bilan yuborilgan zot Muhammad alayhissalom edilar. U kishi tug'ilgan kunlarida Kisroning saroyi titrab qulab tushdi. Kuchli imperiya ich-ichidan larzaga keldi. Olovga sig'inuvchilarning ming yillardan beri yonib turgan olovlari to'satdan o'chib qoldi. Makkada Ibrohim alayhissalom keltirgan yakka xudolik dinidan voz kechilgan edi. O'rnini butlar egallagan edi. Rasulullohning kelishlari bilan odamlar ibodat qiladigan ana shu but sanamlar birma-bir qulab tushdi.
ana shu tunda o'ziga xos ishlar faqat Makkada emas, balki butun dunyoda sodir bo'ldi. Insoniyat taqdiri o'zgarayotgan edi. Tug'ilgan inson faqatgina Ominaning chaqalog'i emas edi. U olamlarga rahmat bo'lgan, adashganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi nur edi. Yillar o'tgach, ana shu yetim bolacha butga sig'inuvchilarga qarshi turardi. U Toif ko'chalarida toshbo'ron qilinadi. Oyoqlari qonga belangan edi. O'z qavmi u zotni uyidan haydab chiqaradi. Namoz o'qiyotganlarida bo'yinlariga tuya ichaklarini ilib ketishardi. Bularning hech biri taslim bo'lishga sabab bo'lmadi. U kishi agar bir qo'limga quyoshni, ikkinchisiga esa oyni qo'yishsa ham bu maqsadimdan hech qachon voz kechmayman derdilar. So'nggi nafaslargacha da'vatni to'xtatmas edilar. Omina o'zining uyida o'zi uchun ham, bolasini hech qachon bag'riga bosa olmagan otasi Abdulloh uchun ham sevimli farzandining yoqimli hidini hidlardi. Yuzlaridan o'pib bag'riga bosdilar. Qanday chiroyli ne'mat. Bu qanday ajoyib tasalli edi. Farzandi Abdullohdan qolgan eng chiroyli mukofot edi. Shu vaqtda Abdul Muttalib tashqarida xushxabar kutib turardi. U o'g'lidan qolgan omonatni qabul qilish uchun anchadan beri tinmay duo-yu nolalar qilib yurgan edi. Abdul Muttalib kichkintoyni qo'llariga olishi bilan ko'zlari yosh bilan to'ldi. Asta-sekin osmonga qaradi, so'ng Ka'ba tomon yura boshladi. Robbisiga mamnuniyat bilan yuzlandi. Sening isming Muhammad bo'ladi. Ey Abdul Muttalib, nega aynan shu ismni qo'yding? Axir ota-bobolarimizning ismlari bor-ku. Chunki uning maqtalishini xohlayman. Alloh ham, odamlar ham maqtasinlar. Duolari qabul bo'ldi. Nabiralarining ismidan boshqa ism ko'proq aytilmagan davrlar keldi. Hech bir ism bunchalik muhabbat bilan eslanmaydi. Ya Rasululloh, asrlar o'tdi, dunyo o'zgardi, odamlar o'zgardi. Ammo qalblarimiz sizni ana shu muhabbat bilan hamon yodga oladi. Kim biladi, sizni eslab qancha ko'zlar yoshga to'lgan ekan. Ismingiz jarangidan qancha yuraklar titradi. Ko'zlarimiz sizni ko'rmagan bo'lsa ham, yuraklarimiz sizni taniydi va sizga ishonadi. Biz sizni ko'rmay turib yaxshi ko'rdik, ya Rasululloh. Robbingizdan keltirganlaringizni eshitdik va unga itoat qildik. Ya Rasululloh, faqat siz insoniyatga rahmat. Tunlarimizning nuri va kunduzlarimizning go'zalligisiz. So'zlarimiz bilan sizni ortiqcha maqtay olmaymiz, balki siz bilan so'zlarimiz go'zal bo'ladi. Har safar Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad deganimizda qalblarimiz bir lahzada asrlar bo'ylab ortga qaytadi. Ha, ana shu qo'rqinchli kun kelgach, hamma o'zi yolg'iz qolib, o'zimni nafsim degan kunda biz sizga yo'llagan o'sha salovatlarimiz biz uchun najot bo'ladi inshaalloh. Ana shu kunda bizning qo'llarimizdan tutasiz deb ishonamiz. Bizni o'z tomoningizga, xavfsiz joyga olib borishingizga ishonamiz, chunki bizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatdingiz. O'zingiz qiyomat kunida menga eng yaqin bo'ladigan ummatim menga eng ko'p salovat aytganidir degansiz. Garchi u zot Alloh u mening habibim deb atagan, barcha maxluqot tomonidan sevilgan, ismi Allohning arshiga yozilgan payg'ambar bo'lsa ham, yer yuzida hali ham yangi tug'ilgan chaqaloq edilar. Endigina ko'zlarini ochayotgan edilar. Har bir chaqaloq singari uning nozik tanasi ham o'sha yurtning qiyinchiliklaridan himoyalanmagan edi. Makkaning og'ir iqlimi chaqaloqlar uchun juda ham xatarli edi. Shu sabab yangi chaqaloqlar sahroda yashovchi sut onalarga ishonib topshirilar edi. U yerning toza havosida chaqaloqlar jismonan baquvvat bo'lib ulg'ayib, sof tilda gaplashishni o'rganishardi. Ominaning o'zi bu haqiqatlarni qabul qilsa ham, ammo uning qalbi o'tmishdagi o'sha og'riqdan azoblanardi. Qaniydi o'sha kuni turmush o'rtog'ini jo'natib yubormagan edi. Ammo qaytmadi. Endi esa yuragining bir parchasi bo'lgan o'g'li ham ketmoqda edi. Nahotki yig'laganda bag'riga bosa olmasa, birinchi qadamlarini bosayotganda qo'lchalaridan tuta olmasa, qanday qilib jannatning hidi keladigan chaqalog'ini birovlarga berib yuborsa. Ammo bolasining kelajagi uchun boshqa ilojisi yo'q edi. Makkada hech kim yetimni asrab olishni istamasdi. Bu bola yetim-ku. Uni oilasidan bizga foyda yo'q. Birma-bir
barcha sut onalar bolalarini olib ketishgan edi. Halimaga esa hech kim qolmagandi. Halima esa qalbi daryo ayol edi. U halimligi, saxiyligi bilan mashhur edi. Ammo taqdir uni tarixga boshqacha nom bilan yozib qo'yishni reja qilgan edi. Payg'ambar alayhissalomning sut onalari. Yuragida tortinish hissi bilan u eriga o'girilib dedi: Shuncha yo'l bosib keldik. Quruq qo'l bilan qaytishni hech ham istamayman. Mana shu yetim bolani olib keta qolaylik. Unday bo'lsa, oilasi bilan gaplashib ko'raylik-chi. Shunday qilib Halima va uning eri Xoris Abdulmuttalibni oldiga borishdi. Ominaning yuragi ikki tuyg'u o'rtasida qolib ketgandi. Uzoq vaqt farzandining yuziga termilib turdi-da, so'ngra unga g'amxo'rlik qilsin deb Halimaga berib yubordi. Muhammad alayhissalom Halima bilan deyarli 2 yil yashadilar. Ana shu 2 yilda Halimaning uyi barakaga to'ldi. Yomg'ir yog'masa ham tomorqasi ko'm-ko'k bo'ldi. Hayvonlari boshqalarnikidan ko'proq sut berdi. Boshqalar esa buning siriga tushuna olmay turishardi. Ammo Halima buning siri qo'llaridagi barakali bolada ekanini bilardi. Payg'ambar alayhissalom 2 yoshga to'lganlarida sut onalari Halima emizishdan to'xtadi. Ungacha Omina o'g'lini sog'inib ado bo'lgandi. Makkadan o'g'lini qaytarish uchun xabar yo'lladi. Halima xabarni qabul qilgach titrab ketdi. Ana shu 2 yilda uni o'z bolasidek yaxshi ko'rgan edi. Uni Makkaga, Omina oldiga olib bordi. U shunday dedi: Har kuni uni yonida bo'ldim. Undan faqat baraka keldi. Makkaning harorati bolalarga zararli bo'lishi mumkin. U kasal bo'lib qolsa deb qo'rqaman. Iloji bo'lsa biz bilan yana biroz qolsin. Omina jim qoldi. Qalbi ikkiga bo'lingan edi. Bir tomonida diydor zavqi, ikkinchisida esa yana bir bor ajralishning yuki. Ammo Halimaning gaplarida jon bor. Makkaning iqlimi farzandi uchun juda ham xavfli edi. Omina Halimaning taklifini qabul qildi. Haqsiz. Qaror u uchun og'ir edi. Yana bir bor o'g'lidan ajralishi kerak. Tongda uyg'onganida farzandini ko'rishni orzu qilardi. Ammo na iloj sabr qildi. Lekin onalik ba'zan sog'inchga to'la sabr toqatni anglatadi. Omina ham shuni boshdan kechirardi. Muhammad alayhissalom Halima bilan yana bir muddat yashadilar. Uning uyi yana barakaga to'ldi. Vaqt o'tib, Muhammad 4 yoshga kirdi. Halima bolani onasiga qaytarish kerakligini bilardi. Uni o'z onasiga ko'zida yosh bilan topshirdi. Omina payg'ambarning onasi, anchadan beri sog'ingan farzandi bilan yana diydor ko'rishdi. Bir paytlar qo'llarida ko'tarib yurgan jajji chaqalog'i endi o'zi yura oladigan qora ko'zli bolachaga aylangan edi. Uni bag'riga bosdi. U iliqqina bo'lib qo'lchalari yumshoqqina edi. Omina bolasini bag'riga bosib to'ymadi. Uzoq kutgan o'g'li nihoyat qaytdi. Uni bir soniyaga bo'lsa ham qo'yib yuborgisi kelmadi. Ko'zlarida yosh bilan Allohga hamd aytdi. Bolasi sog'lom ulg'aygan va uning yonida edi. Yuzlariga qayta-qayta qaradi. Uning ko'zlari, burunchasi, yanoqlari bularga qarab to'ymas edi. To'satdan yuragida og'riq his qildi. O'g'lining yuzida Abdulloh yuzidagi nurni ko'rdi. Qani endi u hozir ular bilan bo'lganida, qaniydi uchovlari issiqqina uylarida birga bo'lishsa, qaniydi farzandi bir marotaba ota deya olsa. Bu fikrlar unga azob berdi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Abdulloh yo'q edi. Lekin undan qolgan yodgorlik, uning nurini ko'tarib yurgan o'g'li endi bag'rida edi. Unga qarar ekan, yuragi taskin topdi. Muhammad alayhissalom boshqa bolalarga o'xshamasdilar. Hatto yoshligida ham o'zlarini kattalardek tutardilar. Onalariga yordam berishlari Ominaning qalbini mehrga to'ldirdi. Nafaqat yaxshi qiliqlarini, balki ajoyib fe'l-atvorini ham yaxshi ko'rardi. Vaqtning shiddati bilan 2 yil ham o'tdi. Muhammad alayhissalom 6 yoshga kirdilar. O'g'lining voyaga yetganini ko'rib, Ominaning yuragida bir orzu paydo bo'ldi. U Madinaga borishni istadi, chunki o'g'liga otasining qabrini ko'rsatib, qarindoshlari bilan tanishtirib kelishni istadi. Barcha tayyorgarliklar ko'rildi. Omina yosh o'g'li va sodiq xizmatkori Ummu Ayman bilan yo'lga tushdilar. Ummu Ayman payg'ambarimiz alayhissalomga mehr bilan xizmat qilgan ishonchli ayol edi.
O'sha kuni bu ikki ayol shunchaki safarga otlanmagan edi. Ular Allohning buyuk sinovi tomon ketmoqda edilar. Har qadamida Omina orqaga qarab qo'yardi, xuddi uning yuragi Makkada qolgandek. Mavsumning eng issiq kunlaridagi uzoq safardan so'ng ular Madinaga yetib kelishdi. Qarindoshlari bilan qolishdi. O'sha uyning hovlisida uning eri Abdullohning qabri bor edi. Omina uyilib turgan tuproqni ko'rgach, yuragi alanga bo'lib yondi. Uning qalbi unsiz faryodlarga to'ldi va xotiralar yodiga tushdi. Oyoqda tura olmadi. Qabr yoniga qulab tushdi. Jimgina ko'zlaridan yosh oqardi. Ana shu payt yagona o'g'li yonida edi. Yetim o'g'li. Balki o'shanda u mana shu so'zning asl ma'nosini his qilgandir. Onasining yig'lashini ko'rib, bolakayning yelkasida og'ir yuk paydo bo'ldi. Kim bilsin, agar otasi shu yerda bo'lganida edi, hozir uni o'g'lim degan bo'larmidi? Bag'riga bosib sochlarini silagan bo'larmidi? Shularni tasavvur qilish ko'zlarini yoshga to'ldirdi. Madinada bir oy bo'lgach, Omina Makkaga qaytishga qaror qildi. Qarindoshlari bilan xayrlashib shaharni tark etishdi. Tuganmas sahro yo'llarida Omina o'g'li va xizmatkori bilan yurib borardilar. Yo'lda Omina turmush o'rtog'i bilan birga o'tkazgan baxtiyor kunlarini esladi. Qalbi aralash tuyg'ular bilan to'lgandi. Birinchi bor erining qabri oldida turib duo qilgan edi. Ona va bola ayriliq yuki bilan safarda davom etdilar. Oldinda uzoq va mashaqqatli yo'l turar, ammo Ominaning fikru xayoli Madinada edi. Ancha payt ular jim yurishdi. Ominaning rangi so'na boshladi, boshqa madori qolmagandi. O'g'lining qo'lini qattiq siqdi, betob ekanligi ma'lum edi. Ummu Ayman Ominani darrov daraxt soyasiga o'tqizdi. Kichkina Muhammad boshini onasining tizzalariga qo'yib, uning qo'llarining iliqligini his qilardi. Omina biroz kuch yiqqach yo'lda davom etishdi. Ular Abvo degan joyga yetishdi. O'sha yerda bir daraxt soyasida dam olishdi. Endi Ominaning kuchi qolmagan edi. Qattiq charchaganidan boshqa yura olmasdi. So'ngra u yerga yiqildi. Omina betoblikdan titrardi. Peshonasidan teri toma boshladi. O'g'li va Ummu Ayman darrov uni yopinchiqqa o'radilar. Bolakay onasiga qarardi. Unga nima bo'ldi o'zi? Nega gapirmayapti? Nega rangi oqarib ketdi? Ko'zlari yoshga to'ldi. Hali juda ham kichkina, yolg'iz qolishdan qo'rqardi. Shundoq ham otasini sog'inardi. Endi onasidan ham ayriladimi? U bilgan yagona xavfsiz joy onasining iliq quchog'i bo'lsa-yu, undan ham ayriladimi endi? Bu ko'zlarda shunday qo'rquv va ojizlik bor ediki, u o'z dardini unutib, faqat farzandi haqida o'ylardi. Tabassum qilishga urindi, ammo ovoz borgan sari jonsizlanib, nafas olishi qisqarib borardi. Ana shu payt Omina bu uning dunyodagi so'nggi soatlari ekanligini tushunib yetadi. U bunga tayyor emasdi. Nahotki dilbandini bu dunyoda yolg'iz qoldirsa, axir u hali go'dak bo'lsa, qanday qilib allaqachon otasidan ayrilgan bo'la turib, endi onasidan ham judo bo'lishga chidaydi? Jajji yelkalari bunday yukni qanday ko'taradi? Ham yetim, ham yolg'iz bo'lib ulg'ayadilarmi? Ammo vidolashuv vaqti yaqin edi. Uning so'nggi tilagi dunyodan ko'z yumishdan avval o'g'lining yorqin yuzini ko'rish edi. Uning Muhammadi. Go'yo uning beg'ubor yuzi yuragiga muhrlanayotgandek o'g'liga tikilib qoldi. Jajji qo'llarini so'nggi bor ushladi. O'g'lini ohistalik va mehr-muhabbat bilan ushladi. Uning qo'llari onasining mehrini so'nggi bor ko'rib turardi. Jajji Muhammadning qalbi bu darajada og'rimagan edi. Yanoqlaridan oqqan yoshlari onasining yelkasiga tushdi. Ya Rasululloh, qani endi o'shanda yoningizda turib ko'z yoshingizni artsak, qani endi sizga hamdard bo'lib sizni yupata olsak, qani endi sizga biz yoningizdamiz deya olsak. Ota-onam siz uchun qurbon bo'lsin. Xafa bo'lmang. O'sha kuni yosh bola edingiz. Onangiz sochingizni so'nggi bor silaganda nimani his qildingiz? Ayting. Balki ovozingiz titrab, onangizga qattiq yopishib olgandirsiz. Balki
onajon, meni tashlab ketmang, sizni yaxshi ko'raman, ketmang degandirsiz. Ammo vidolashish nimaligini bilish uchun juda ham yosh edingiz. Faqatgina qo'lingizdan chiqib ketayotgan iliq qo'llarni his qilgansiz xolos. Shunda butun dunyo jim bo'lib qoldi. Ammo Robbingiz sizni tashlab qo'ymadi. Yetim bo'lsangiz ham uning ilohiy himoyasida edingiz. Yig'lasangiz osmonlar ham siz bilan yig'lardi. Hayot yo'lingiz uzoq, yukingiz og'ir edi. Bir kun kelib, o'sha jajji yelkangizda butun insoniyat yukini ko'tarib yurasiz. Xayrlashuv yaqinlashar ekan, Omina farzandining yorug' yuziga chuqur mehr va dunyodagi eng buyuk ayriliqning og'ir yuki bilan qaradi. So'ng u shunday dedi: "O'g'lim, agar ko'rgan tushim rost bo'lsa, seni qudratli va saxovatli Alloh payg'ambar qilib insoniyatga nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanligini o'rgatish uchun yuborgan. Sen bobong Ibrohim alayhissalomning iymonini, pok taslimiyat iymonini kamolga yetkazasan. Alloh seni asrlar davomida xalqlarni noto'g'ri yo'lga boshlab kelgan butlardan va soxta xudolardan himoya qiladi. Har bir tirik jon o'ladi. Yangi narsalar yo'q bo'lib ketadi. Eskirgan narsa bir kun yo'q bo'ladi. Ha, men ham o'laman. Ammo mening ismim abadiy yodga olinadi. Chunki men pok farzandni dunyoga keltirdim. U mening nomimni yaxshiliklar bilan albatta eslaydi." Uning so'zlari sahro bo'ylab aks sado berdi. Keyin jim bo'lib qoldi. Ominaning ko'zlaridagi nur asta-sekin xiralashdi. Barmoqlari o'g'lining qo'lini qo'yib yubordi. Boshi esa o'g'lining yelkasiga asta-sekin qo'yildi. Omina 576-yilda vafot etib, ruhini Allohga qaytardi. Yillar o'tib, Hudaybiya umrasi paytida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'sha joydan o'tib, onalarning qabrini ziyorat qildilar. Keyin muborak qo'llari bilan tuproqni tekislab, yoniga jimgina o'tirdilar. Yuzlaridan yosh oqib tushardi. Hamrohlari u zotning yig'layotganini ko'rib, ular ham hayajonlanib, ko'z yoshlarini tiyib tura olmadilar. Undan nega yig'layapsiz deb so'rashganida, u zot onamning mehridan to'lqinlanib ketdim va yig'ladim dedilar. Ha, o'sha onda o'zingizni butunlay yolg'iz his qildingiz. Ey Allohning seviklisi, otasiz va onasiz. Lekin taqdir sizni ummatning yo'lboshchisi, davlat rahbari va yer yuzidagi eng adolatli hukmdor bo'lishga tayyorlayotgan edi. Lekin hech qanday maqom, hech qanday kuch onaning o'rnini bosa olmaydi. Ana shu bo'shliq, ana shu kamchilik doim siz bilan qoladi. Atrofingizda ko'p odamlar, sizga boshpana bo'la olgan do'stlaringiz bor edi. Ammo onasiz bo'lish degan bo'shliq doim siz bilan qolgan edi. Ana shu yolg'izlikni, ya'ni onadan judo bo'lishni yuragingizning bir burchagida doim his qilib ko'tarib yurardingiz. Chunki inson onasidan ayrilsa hech kimi yo'qdek tuyuladi. Ammo ana shu bo'shliq sizni insoniyatning eng rahim shafqatli kishisiga aylantirdi. Yo Rasululloh, Alloh sizni hech qachon tashlab qo'ymadi. Chunki Robbingiz u seni yetim topib joylab qo'ymadimmi degan edi. Ha, Robbingiz sizni tashlab qo'ymadi. Yillar o'tib, o'sha sodiq sahobalarning ota-onam va jonim sizga fido bo'lsin, yo Allohning rasuli degan gaplari allaqachon sizni kutayotgan edi. Qarang, Allohning sheri bo'lgan amakingiz Hamza zolimlarga qarshi sizning oldingizda qalqon kabi turibdi. Qarang, sodiq do'stingiz Abu Bakr sizning yoningizda. O'sha mustahkam iymon bilan Merojga chiqqaningizda zarracha shubhasiz iymon keltiraman deb turibdi. Sizni ko'rib turib muhabbat qo'yishdi. Biz esa asrlar o'tib ko'rmay turib sizga muhabbat qo'ydik. Biz sizni ismingiz, go'zal xulqingiz va bizga qoldirgan Qur'onning nuri orqali sevdik. Endi esa milliardlab ummatingiz har lahzada sizga tinchlik va baraka yo'llamoqdalar. Go'yo siz birinchi his qilgan yolg'izlikka javob berayotgandek. Biz siz va sizning sahobalaringiz bilan jannat chashmasi bo'lmish Kavsar hovuzi oldida diydor ko'rishadigan kunimizni intiqlik bilan kutamiz. Ominaning hikoyasi shu yerda tugamaydi. Uning hikoyasi Rasulullohga bo'lgan muhabbat bilan urayotgan har bir qalbda yashashda davom etmoqda. U oddiy ona emasdi.
u Allohning sevimli rasulini bu dunyoga olib kelish uchun tanlangan edi. Dunyoga maxluqotlarning eng yaxshisini olib kelish uchun tanlangan edi. Uning qalbi ilohiy nurni ko'tarib yurish uchun yetarlicha pok, yuragi esa berilgan eng qimmatli ishonchni bajarish uchun kuchli edi. Omina oddiy yetim bolakayni qoldirmadi, balki butun olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarni qoldirdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ismi tilga olingan, aytilgan har bir salovat oxir zamongacha Ominani ulug'lashda davom etadi. U buni o'limidan avval ham bilgan. Ha, men ham o'laman, lekin ismim abadiy yodda qoladi. Chunki men pok farzandni dunyoga keltirdim. Mendan keyin nomimni yaxshilik bilan yodga oladi. Omina bir o'g'lini tarbiyaladi va uning muborak farzandi orqali butun bir ummat dunyoga keldi. Biz ummat onalarni ko'proq eslanishini va Omina onamizning merosini kelajak avlodlar uchun saqlab qolishni istaymiz. Biz uning yo'lidan yuradigan va qadriyatlarini ko'tarib yuradigan ayollarni tarbiyalash uchun tinimsiz mehnat qilamiz. Bilganingizdek, videoda hech qanday reklamalar yo'q. Allohning xabarini yoyish uchun yaratilgan ushbu loyihalar to'liq sizning yordamingiz bilan moliyalashtiriladi. Ammo moliyaviy qiyinchiliklar muammo bo'lishi mumkin. Afsuski, sizning qo'llab-quvvatlovingizsiz bir ish qila olmaymiz. Agar siz ushbu xayrli ishni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz yoki ma'lum bir qismga homiylik qilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. Mana shu yerda Omina onamizning hayoti tugaydi. Hayotlari tugagan bo'lsa ham yo'llari davom etadi. Endi esa keyingi hikoyamiz Alloh o'zi tanlab poklagan va jannat ayollari orasida uning mavqeini ko'targan ayol haqida bo'ladi. Onamiz Maryam alayhissalomning qissalari keyingi qismda bizni kutmoqda.